Endilikte hürmetli vatandaş sizge Angliyalık yazgı Charles Bolger yazıp kaldırgan Yakup Bey'nin tercüme haliden leksiyası deyimiz. Tönügü Latin kelge yerimizden başlayımız. Kelge yerimiz mundak idi vatandaşım. Limdize kalmagan yerlik emeldarlarının koludaki en kudretli kural tartıverin garip. Onun üstüge belgelengen vakti bu emeldarla Kaşgarga kelip özüre turvatkan rayında yüz bergen vakalarının muhimrakları üstüde dokulat berip turuşka mecbur it. Bundak sorullarda. Muş emeldarlar üstüde düşken ayıpnamlarını öz içine algan er şikayetlerinin hemmisi Yakup Bey'nin aldığı koyulup resmi muhakeme kılınattı. Bazılar ihtimal bu bir türlü komediye iltifatığı erişken bir vali. Öz damat kılıngan adet şikayetke meyekkızı külüp kuyuş turgan gep deyiş mümkün. Ama bu fakat ayrım ahval buluşla mümkün. Ama bu fakat ayrım ahval buluşalı mümkün. Nurgun emeldarlar özlerinden eskeligi üçün vazifesinden çürüp etildi. Bazıları mesela Yakup Bey'nin ana başka inisi okşaş öz vazifesinden öldüsün. Çıkalmaganla katarda vazifesinden kaldırıldı. Yani emeldarlar bilen karma birlikte geçirin emeldarlar bilen kazımı birlikte hukuk yürgüzetti. Kazi vali bilen tam derecede bulmuş ama lekin onun cinayetçilerini bir taraf kılış kanun cihette hüküm çıkarış hukuka berilgen idi. Şeriat dairelerine mundak mühim orun berilgenligi cemaatçilikten kalbide yaxşı ta'sir payda kıldı. Çünkü kazılar gerçi emeldarlarının hayışıga toskıllık kılalmışımı lekin şeriatның hemmeden üstün turadigan karakteri deklataroz kılınmaydı. Bazılar bu kanda kanun deyiş mümkün. Cüngoluklarının tesiri bilen kirgen bir neçe türlük yenilik hesapka almaganda bu çıtak koptu. Cüngolukların tesirini mişkil diyedi. Hesapka almaganda kalgallarının hemmisi başka Müslüman devletlerinin kanunlarına tamamen okşaydıgan kanunlar idi. Yakup Bey Sünni mezhebideki devletlerinin hemmisi riayet edilen Muhammed Peygamber tüzgen mukaddes şeriat ahkamlarını nahayete kattık icra kıladı. Şeriat ahkamlarını icra kılışta köngülü yumuşaklık kılıp kanunun kat'iliki boşaştırışka herkes yol koyulmaydı. Ayollar cinayet ötküsü okşaş cinayet ötkezgen erledin mi eğer cezağı tartıladı. Adetki cezalar mesela der bilen uğraş, put kollarını kesiş, palakka besiş katarlık cezalar fakat emeldarlarının buyruğu bilenle icra kılınattı. Ölüm cezası birleşke tegişlik bolgan Dilola padişahın karab çıkışı bilen tasdiklanattı. Oraya karakçılar, kalenderler ve el aygı beş kandı koçada yürgenle, sayakla tutup kazının aldığı keltiriletti. Ulağa kazı terpidin agaklandırış beriletti. Eğer ayıpkar burun mu cinayet ötkizgen bolsa onunla derri bilen uğraş cezası beriletti. Yani hukukunu kesmez işletken emeldarlarını çekleydiğin tüvendikidek belgelilerimi var idi. Umumen 20 derre uğraşka hüküm kılınğalla özüdün bir derdi yokları emeldar terpidin tekşirilişi şart idi. Şunu bilen kazi cinayetin özünün tasdik bilen bille muftinin aldığı evet etti. Mufti bunu yani elem yollaydı. Elem yani dağda hak evet beretti. Muş emeldarlarının içinde kaysi biri eğer özüdün tüver bir dercilik
bir derecelik əməldarlarının təsdiqi qoşulmasa yoki diloni o'zaro yo'l qo'yish usuli bilan hal qilg'ili bo'lmasa, dilo padişahning hukm qilishiga yo'llanadi yoki bir chetga tashlab qo'yiladi. Əməldarlar özlərinin təvəssüdə cəza icra qılğanda cəza meydaniga beriş şərt idi və qanuni icra qilishda yüz bergan hər qandaq adolatsizlik üçün əmər aldıda bevosita javobgarlikqa tortilardi. Qozi rais uşaq-uşaq delolarning hammasi o'z oldiga bir taraf qila oladi. Masalan, ko'chalarni arlab ketayotganda oldiga yuziga chümbel tartmagan ayol uchrab qolsa, uni darri bilan savaşqa buyuriya oladi. Agar yemek-ichmakka yolg'on narsalarni aralashtirib, satqay yoki soxta jin ishlatgan o'pigarni uchrasa, darilashga buyuriya oladi va uning mollarini musodir qila oladi yoki boshqa usul bilan uningga pul jarimona qo'ya oladi. Qozi va uning raislari namoz vaqtida bekor yurgan odamlarni masjidga haydayalaydi. U o'z xalqi uchun o'zining ozroq huquqini atalochi nopuz bilan qattiq yurgizadi. Biroq uning o'z boshimchilik o'ktamligi ma'lum darajada cheklamaga uchraydi ekan. Qozida umuman 40 darra urishdan ortiq jazo hukm qilish huquqi bo'lmaydi ekan. Bu yerda mahkama shariya sud bilan mirshaplar kechiringlar soqchida o'zaro giralishib ketgan murakkab sistem bo'lib, bu sistema jamiyatning hamma tarmoqlari qadar singib ketgan. Agar bu sistema o'zining rolini tegishli darajada muvofiq joriy qildira olmagan, Atılıq g'ozining davlatida har holda bir qadar adil bir qonun bo'lgan bo'lsa edi, biz uni hali maqtagan bo'lardi. Agar hukumatning kishini hayron qoldirarlik darajada iqtidor ega biror soqchi qonuni va tartib intizomi bo'lgan bo'lsa, uni texmo maqtagan bo'lardi. Ammo Yoqubbek qonun ta'sis qilishda hech qanday ijodiy ish qilmagan. Qur'onda taqvodor musulmonlar qo'yilgan talablarni oddiy qonun sifatida qo'llangan bo'lsa-mu, lekin u jidal majroni tinchitishda har qanday ish qilishdan yanmaydigan podshohlar xos bo'lgan hamma tadbirlarni qo'llangan hukmron sifati bilan bu xil tadbir Furshir va ikkinchi imperiyaning hukmronligi ostida Furshir deganimiz Fransiyadagi birinchi imperiya davrda o'tgan Napoleonning qo'l ostidagi soqchi boshlig'i va ikkinchi imperiyaning hukmronligi ostida eng mukammallashgan mushu xildagi podshohlarning ichida hammadan ustun turdi. Mana yana maqtabdi Yoqubbekni. Ammo u bu muvaffaqiyatlarni hech kimdan o'g'irlab olgan emas. Chunki Yevropada mavjud bo'lib kelayotgan shunday nizomlardan uning qilchi xabari yo'q. Yoqubbekning ishlatayotgan qoida nizomlarining Yevropada o'g'irlab kelinigini yo'q, uning qilchi xabari yo'q. Lekin bu yerda mushlar qonun tuzibdi deb ko'rdingizmi? Mana insoniyatga o'xshashdi. Yevropada mavjud bo'lib kelayotgan shunday nizomlardan uning qilchi xabari yo'q. Shuning uchun biz shunday qusursiz soqchilik tuzumini tuzib chiqqanlik 4% unga mansub qilishimiz lozim. Alashyarim. Yoqubbek davrida soqchi to'g'risida tuzilgan tuzum Yevropaning bilan barobar, lekin Yevropadan ko'chirib kelgan emas. Alashyarim. Amaliyotda Jungoda bu xil tuzum burundan bor edi. Jungoda nima ish qildi va soqchining bunday tuzumi. Ko'rib boqama hozir soqchilarning Xitoyning. İmparator her qachon hokimiyatni o'z qo'lida cheng tutmoqchi va o'zining shaxsiy irodasini davlat ishlarini boshqarish jarayonini gavdalantirmoqchi bo'lganda, soqchilik hamon hokimiyatning eng jonli qurollaridan biri bo'lib qoladi. Lekin hatto shu imperiya tarixida uning xalq harakatini va hissiyotini tizginlashda Qashqariyaning shu 10 yilda yetkinidek mukammal darajaga yetganligini bayon qiladigan biror xotir yo'q. Gördünüz mü?
Cungunun şu vakti sakçılığı da Kaşgariyedek mındat çıraylık sakçı koşunu tutkan hatırı yok Cungunun tarihidir. Ale şehrin vatandaş. Qaraganda Cungunun birden bir üstün turduğu yere onun tüzümünün evzelliği de boz gerek. Bu nime tüzüm bağıydı? Yakup Bey'de üstün turduğu. Çünkü Tungallar yoki Cungunun sakçıları Kaşgariyliklerinin yoki Yakup Bey'nin sakçılarından bir derece üstün turdu. Endi bir yerde qamlaşmaptı bu cümle. Bir eğil sözle aytqanda ularning mavjud bo'lib turarligiga butunlay aşı hukmronning o'zi bilmaydi. Endi biz bu muhim tashkilni bir oz bayon qilib o'taylik. Mirshaplik sistemasi bir-biriga faqat o'xshamaydigan va o'zaro munosabati bo'lmagan pashshap va mirg'azab deb ikki cho'ng tarmoqqa bo'linadi. Pashshap tarmoqi davlatimizdagi maxfiy saqchilarga o'xshamaydi. Bizden maxfiy saqchilarimiz jinoyatchi suiqasdchilarni oshkora saqchilar bilan hamkorlashib razvid qilish. Xudoyim. Bizden maxfiy saqchilarimiz jinoyatchi suiqasdchilarni oshkora saqchilar bilan hamkorlashib razvid qilish mas'uliyatini o'z ustiga olgan oshkora razvedchilar bo'lib, ularni alohida jamiyatning hamma a'zolardan tarkib topgan deyishga bo'ladi. Chunki hamma kishi huquqlar bilan yaxshi munosabatda bo'lishni orzu qiladi. Holbuki ularga hammaylar maxfiy axborot yetkazib berish bu maqsadga yetishning eng oson chorasidir. Ammo nihoyat ro'shanki, Qashqariyadagidek bir mas'uliyatsiz hokimiyat hüküm sürüvatkan devlette birovni o'zining qo'shnisi qora chaplashga ochiqdan ochiq rag'batlantirish foydasiz da'voga va qalaymakonchilikqa